Guruhlar mexanika zamin poydevorlari fanidan demak 4-chi amaliy mashg'ulot poydevor orqali zaminga tushadigan bosimni aniqlash. Demak, poydevor o'lchamlarini aniqlangandan keyin poydevordan tushayotgan maksimal bosim, minimal bosim va o'rtacha bosim miqdorlarini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Bunda demak biz poydevorda nomarkaziy yuklangan holat bo'yicha bosim miqdorlarini aniqlaymiz. Summa F poydevor quyi sathiga nisbatan ta'sir etuvchi jami vertikal kuchlar yig'indisi hisoblanadi. S poydevor ostki yuzasini bildiradi. Summa M poydevor ostki yuzasi og'irlik markaziga nisbatan moment hosil qilayotgan momentlarni bildiradi. W poydevor ostki yuzasining qarshilik momenti. Demak, bu parametrlarni aniqlash uchun avvalambor hisoblash sxemasi tuzib olamiz. Demak, quyidagi chizmada hisoblash sxemasi keltirilgan. Bu joyda F, ya'ni tayanchga qo'yilgan vertikal kuchni ko'rishimiz mumkin. Og'irlik markazidan ST masofada demak siljigan holatini amalga oshirgan. Ya'ni ko'rib turishimiz FT demak inshoot tayanchini xususiy og'irligi natijasida hosil bo'layotgan yuk miqdori. FP poydevor xususiy og'irligi natijasida hosil bo'layotgan demak yuk miqdorini bildiradi. F grunt demak poydevor pog'onalari ustida turgan gruntni xususiy og'irligi natijasida hosil bo'layotgan yuk miqdorini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bunda poydevor ostki sathi yuzasiga nisbatan ta'sir qiluvchi vertikal kuchlar yig'indisi quyidagi ifoda orqali aniqlanadi. Bu yerda F tayanchga qo'yilgan vertikal kuch hisoblanadi. Ft akudikning tayanch qismidan ta'sir qiluvchi og'irlik kuchi bo'lib quyidagi ifoda orqali aniqlanadi. Bunda Ft ya'ni inshoot tayanchini hajmini solishtirma og'irligiga ko'paytirish orqali hisoblab topiladi. Bunda demak gamma B betonni solishtirma og'irligi hisoblanadi. Biz poydevorda og'ir betondan foydalanayotganligimiz uchun demak uni o'rtacha solishtirma og'irligini 23 kilonewton metr kub deb qabul qilsak bo'ladi. Inshoot hajmini topishimiz uchun bizni tayanchimiz prizma shaklida bo'lganligi uchun prizmani hajmi orqali demak nima qilishimiz mumkin, hisoblab topishimiz mumkin. Bunda aniqlashimiz uchun demak uchala ya'ni kengligini, uzunligini, balandligini ko'paytirgan holatda hajmini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Endilikda keyingi qiladigan ishimiz poydevorda xususiy og'irlik natijasida hosil bo'layotgan miqdorini aniqlash. Bunda poydevorda hajmi har bitta pog'onani hajmini yig'indisidan tashkil topgan bo'ladi. Demak, shu orqali amalga oshirishimiz mumkin. Agar poydevorimiz 2 pog'onali bo'lsa, ikkita pog'onani hajmini qo'shgan orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Agar poydevorimiz 3 pog'onali bo'ladigan bo'lsa, 3 ta pog'ona hajmini qo'shgan orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Keyingi qiladigan ishimiz akudek poydevori pog'onalar ustida joylashgan gruntni ta'sir qiluvchi og'irlik kuchini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Bunda demak poydevor ustida turgan gruntni hajmini demak suvga to'yingan gruntni solishtirma og'irligiga ko'paytirish orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Bunda ikkita holat mavjud. Birinchi holat, ya'ni A holat poydevor daryo o'zanida joylashgan holat uchun amalga oshiriladi. B holat poydevor qirg'og'ida joylashgan holat uchun amalga oshiriladi. Bundan ko'rib turibdiki, demak agar poydevor daryo o'zanida joylashadigan bo'lsa, faqat demak kotlavanni hajmidan demak poydevorda hajmini oladigan bo'lsak, bizda o'sha pog'onalar ustida turgan gruntni hajmini topish imkoniyatini yaratib beradi. Keyingisi qirg'oqda joylashadigan bo'lganda, demak biz uni chizmasini masshtabda chizib olgan holatda amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Bunda demak poydevorimizni o'qi bilan daryomizni qiyaligi kesishgan nuqtasini topib, o'sha kesishgan nuqtadan daryo tubigacha bo'lgan masofani aniqlaymiz. Bunda u Z harfi bilan belgilanadi. O'sha miqdorini topib olgan holatda demak ikkinchi ifodamizdan foydalanib poydevor ustida turgan gruntni hajmini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Undan keyin demak poydevorimizning eng pastki qismida
Nüqada hosil bo'layotgan eguvchi moment miqdorini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Bunda demak moment kuchli kuch yelkasiga ko'paytmasi orqali aniqlab hisoblab topiladi. Qaralayotgan nuqtaga nisbatan demak summa f ma'lum masofada turganligi uchun demak u moment beradi va demak qolganlari barchasi inshoot o'qida joylashganligi uchun ulardagi yelka miqdorlari nolga teng va demak ular moment miqdori bermaydi. Keyingi kuchimiz demak gorizontal kuch hisoblanadi. Gorizontal kuchni hosil bo'lgan momentni aniqlashimiz uchun inshoot tayanchini balandligini poydevorni minimal chuqurligiga qo'shib, demak gorizontal kuchga ko'paytiradigan bo'lsak, bizga berayotgan momentini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Keyingi qiladigan ishimiz poydevor ostki yuzasi, ya'ni poydevorning eng pastki qismini ko'ndalang kesim yuzasini topishimiz kerak bo'ladi. W demak eng pastki qismini qarshilik momentini aniqlaymiz. Va bu orqali poydevordan tushayotgan maksimal bosim, o'rtacha bosim va demak minimal bosimlarni miqdorlarini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Va demak uchta shart bo'yicha bularni tekshirib chiqamiz. Agar uchta shartni qanoatlantiradigan bo'lsa, poydevorimizda keyingi hisob kitoblarini bajarsak bo'ladi. Aks holda demak poydevorni qaytadan hisob kitoblarini bajarib, ya'ni poydevorda o'lchamlarini o'zgartirgan holatda uchta shart bajarilgunga qadar bu hisob kitoblarni qaytadan amalga oshirishimizga to'g'ri keladi. Birinchi shart poydevor orqali zaminga uzatilayotgan o'rtacha bosim miqdori gruntni qarshiligiga teng yoki undan kichkina bo'lishi lozim. Ikkinchi shart poydevor orqali zaminga tushadigan maksimal bosim miqdori gruntni qarshiligini 20% orttirilganiga teng yoki undan kichkina bo'lishi lozim. Uchinchi shart poydevor orqali zaminga tushadigan maksimal bosim qiymati zamin gruntining hisobiy qarshiligini 20% ga orttirilgan qiymati orasidagi farq 5% dan oshmasligi kerak bo'ladi. Agar uchinchi shartdagi tafovut 5% dan katta bo'lsa, poydevor ostki yuzasini o'lchamlari yuqorida aytganimizdek qaytadan o'zgartirilgan holatda amalga oshirilishi mumkin bo'ladi.